O'g'limni qamatding. Bir begunoh nogiron qilding. Mana buni yomon ko'rsam ham buni bebaxt qilding. Yana nimani boshlamoqchisan? Nima deyapsiz, xola? O'g'lim qamoqda. Qilgan ishidan pushaymon. Sen uni yo'ldan urding. Dugonangga qasd qilib, o'g'limni o'sha yerga boshlab borgan. To'yni qachon, qayerda bo'lishini aytgan ham sensan. Nima? Ham uni gapiga ishonma. O'g'li qamalib ketgandan keyin aqldan ozib qolgan. Voy! Men aqldan ozganim yo'q. Gapimga ishon, Sadoqat tushgan odamga tuhmat qilib ketaveradigan shunaqa ekan. Menga qara. Agarda yolg'on gapirayotgan bo'lsam, tuhmat qilayotgan bo'lsam, til tortmasdan o'lay. Agarda rost bo'lsa, sen ro'shnolik ko'rma. O'g'limga qo'ng'iroq qilib, sevgan qizing turmushga chiqyapti. Voy badavlat xonadonga kelin bo'lyapti deb. Uni tinchini buzgan ham senmisan badbaxt? Yolg'onmi bu ham? Sen ularni to'yini buzishing kerak. Men videolarga olib, gruppalarga tashlayman deganing ham yolg'onmi? Gapir. Kelinglar, videodan olib qo'ying, faqat rasm bo'ldi. Ha? Nima deysiz? Orqadan sal orqaroq yuringlar, yurib kelasizlar. Ehtiyot bo'ling. Ay, Kel, ushla. sekin. Voy, qo'ynigim shunaqa. Yaxshimi? Ha. Tak, yuramiz. Bo'ldimi, tayyormi? Da, sekin yuringlar. Aha, ketdik. Yo'q.